Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun yangi post qo'yamiz. Hammanglar aktiv bo'lasizlar degan umiddaman. Bu ham kimdir bo'ladi endi o'zi-ya. Bloger. Mayli, mas'ullar barkar bo'laman. Lekin men hamma xarajatimni o'zingiz olib berasiz. Bo'l, xo'p. Onajon, bitta ish boshlagandim. O'shanga ozgincha pul yetmay turibdi. Berib tura olaysizmi? Beraman. Faqat ishlaring zo'r bo'lib ketganda pullarimni qaytarib berasizlar. Bo'ladimi? Qaytaraman onajon. Bo'ldi, onajonim, boshlayveringlar. Rahmat. Bekzod, 3 kunda bu tushunchalik ko'taraverasiz deb o'ylamadim. Bu 1 yillik shartnoma qog'ozi. O'qib chiqib qo'l qo'ysiz bo'ldi. Roziman aka. Rahmat. I've drowned and dreamt this moment, so overdue. Buni hidi boshqachadek. 3-4 yil oldin Toshkentga endi kelgan bola bugun orzulariga erishmoqda. Oyijon, biz uddaladik. Biz 1 million bo'ldik. The sky falls and it crumbles. We will stand tall, I'll face it all together. Bularni hammasi sizlarni poddeshkalar bilan o'rtoqlar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Charchamanglar.